Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, ko'rib turibsizlar, qadrbaland qadrdonlarimiz. Hozirgi kunda reysiy avtobuslarimizni obzor qilib ko'rsatmoqdamiz sizlarga. Dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlariga Toshkent avtovokzalidan 18:00 da shunaqa zamonaviy reysiy avtobuslarimiz chiqib boradi. Har bitta sidinlar zaryadga moslamalarimiz, konditsionerlarimiz ishlaydi. Avtobusimizni pokizaligiga e'tibor berasizlar. Har kuni texnik ko'ruvdan o'tiriladi. Mana bugungi reysimiz inshaalloh mana Toshkentdan Primoy avtovokzaldan Moskva metro Katenikiga qarab yo'l olmoqda. Yo'laka shaharlariga ham reyslarimiz bor. Samara, Penza, Rizan yo'nalishlariga, Orenburg, Moskva yo'nalishlariga bemalol ketsanglar bo'ladi. Nijniy Novgorod yo'nalishlari bor Moskva yo'nalishiga. Oxirgi ostanovkamiz Moskva metro Kateniki, Vladimir yo'nalishlariga yo'laka ketsangiz bo'ladi. Vatandoshlar, bu reysli avtobuslar hozirgi kunda avtobuslarimiz to'lsa-to'lmasa Primoy ketadi. Sidinalarimizdan hech qanaqa muammo yo'q. Ko'ryapsizlar, 25 gradusga yotadi, 25 gradusga suriladi ham. Yoningizda odamga xalaqit berib qolmaysiz. Yana qanaqa komfortli kerak? Aziz vatandoshlar, ekranda 93 258 8080 nomerlarini qoldirib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilib onlayn tarzda bilet xarid qilsangiz bo'ladi va rasmiy nomerlarimiz ham ekranda. Musofirdan qaytmoqchi bo'lgan akalarimiz metro Katenikidan Toshkent avtovokzaliga shunaqa reysli avtobuslarimiz chiqib boradi. Tanlovda adashmasdan aloqaga chiqib ko'rasizlar, ekranda ishonch nomerlar qoldirib qo'yganmiz. Ogoh bo'linglar, bemalol aloqaga chiqib kelsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar.